Akalar, bu mashinamizni ham kapital motor yopib qoldik. Mana motorlarni tushirib olganmiz. Zagatopcha qilib tayyor qilib bo'ldik, xudo xolasa mana. Shundan keyin o'zida bachov yo'q, hamma yo'g'iga almashyapti. Yolovkasi ham rabochiydan olindi. Bu ham narsalari mana pokizaligi. Lasetti masina so'z qo'yilyapti. Nexia bilan Lasetti'da ayrim ustalarimizdan farqi bormasa kerak, yangi shogirdlar. Nexia'nikini mashinada teshigi tashqi videodan bilishga cho'zoqroq bo'ladi, kattaroq bo'ladi mashina teshigi. Bu 1.8 Lasetti masina so'simiz. Pompa sip Koreya bo'lyapti. GM zagrushga bo'ldi. Xitoy porshini qo'yildi. GM qo'lsa mana original. Chista baza. Upakovkasidan ham bilinadi. Bular betlari ham mana aboyma qilib shilingan, xudo xolasa. Hech qanaqa chizig'i yo'q, dog'i yo'q. Ancha egilib ketgan ekan. Kladish, sicha privada, zubchay tremen, yuvimli natajdir, shoh padushka, old orqa salnik, kirishga priklatka, original GM palas. Palazlarning ham arzoni bor, qimmati bor. Mana qalin palaz bu. GM klapan salnik, sip vijimnoy, bo'sh sipchamiz. Vallari 0.25 ga chiqdi, xudo xolasa. Klapani ham yangi qo'yilyapti. Bu spiskasi mana ketayotgan rasxotini 5.865.000 so'mlik zapchas ketdi. Jem degan narsalarning hammasi jem olingan. Rabochiy deganlarga BO deb qo'yilgan. Raspedral datchiga deb almashyapti. Summalarini bunday qarasanglar, nimaga unaqa qimmat, nimaga arzonligini bilib olasizlar. Shatum boltiga deb almashyapti, cho'zilib ketgan ekan. Kimga shunaqa xizmat kerak bo'lsa, ideal. 95 lik nomerimiz. 018 10 45. Tayyor oldimi?